Hammaga salom qadrli muxlislar. Bugungi videomiz qanday qilib YouTube dan biror bir videoni yuklab olish haqida. Demak, boshlaymiz. Masalan, YouTube ga kirganimizda biror bir videoni ko'rganimizda pastidan hech qanaqa, например, skachat belgisi chiqmaydi. Chunki YouTube da bu narsa yo'q, skachat qilib bo'lmaydi narsalarni, lekin biz shuni yo'lini bugungi videomizda ko'rsatamiz, qanday qilib skachat qilish. Demak, eng mashhur usullardan biri biror bir videoga kiramiz. Eng sodda yo'li bu, eng qulay biror bir videoga kiramiz va tepadagi mana bu linkdan YouTube so'zini yonidan ikkita S harfini qo'shamiz. Ko'rib turganingizdek skachat boshqa saytga o'tiladi va bu yerdan biz YouTube'dagi o'sha kontentni ko'chirib olishimiz mumkin. Ozgina kutamiz. Ko'rib turganingizdek o'sha videomiz chiqdi va mana bu yerni bosamiz va bu yerdan biz xohlagan kachествоmizni tanlab olishimiz mumkin. Masalan, agar telefon uchun ko'chirsak 3GP formatda skachat qilib olishimiz mumkin. Kompyuter uchun tiniqroq bo'lsa MP4 formatda ko'chirishimiz mumkin. Mana bu yerda mana bunaqa belgini ko'rishingiz mumkin. Bu degani ovozsiz yuklanadi. Bir xil videolarga cheklovlar bor. Shuning uchun ovozsiz ko'chirib olasiz. Bu birinchi usul edi. Bu yerda kachествоni tanlab bosamiz. Va ko'rib turganingizdek mana skachat boshlandi. Va bu videomizni skachat qilib ko'rishimiz mumkin. Qanchadir vaqt kutamiz. Endi ikkinchi usulni ko'rsatsam. Ikkinchi usuli bu YouTube ga qaytaylik. Yaxshi. Mana YouTube ga qaytdik. Endi yangi vkladka ochamiz va bu yerdan yozamiz. Google ga kiramiz. Eng ma'qul usuli YouTube online downloader yozamiz. Ko'rib turganingizdek mana shunday deb yozganimizdan so'ng bizga bir qancha saytlarni lista chiqadi. Bu yerda mana clip converterni bosamiz. Bu juda ham qulay sayt bo'lib, biz bu yerdan xohlagan kachествоmizni tanlab skachat qilishimiz mumkin. Bu yerda mana video url degan joyga biz skachat qilib olmoqchi bo'lgan videomizni linkini kiritamiz. Demak, bizga mana shu video kerak. Masalan, copyright adres ссылка deb yozamiz va bu yerdan copyright qilib olganimizdan so'ng adres ссылка copyright qilib bu saytga o'tamiz va вставить ni bosamiz. Ko'rib turganingizdek bu yerga qo'yiladi va continue bosamiz. Davom etish. Bu yerdan xohlagan biz videomiz tiniqligini, formatini tanlashimiz mumkin. High quality ga bosamiz, chunki bu standartning format hisoblanadi va megabayt ham uncha katta bo'lmaydi, lekin biz high definition ga qo'ysak, belgilasak, bu juda ham tiniq bo'ladi va HD formatdagi video bo'ladi. Bizga high quality ham yetadi. Quality. Startni bosamiz va kutamiz. Mana ko'rib turganingizdek konvertatsiya jarayoni boshlandi. Kutamiz. Ko'rib turganingizdek jarayon yakunlandi va biz bu yerdan download tugmasiga bosib skachat qilib olishimiz mumkin. Mana skachat boshlandi. Ko'rib turganingizdek 25 megabaytli video. Demak, ko'chirib olib ko'rishimiz mumkin. Ana shu usulda biz YouTube dan xohlagan videomizni xohlagan vaqtda ko'chirishimiz mumkin. Bu juda ham qulay. Internetdan yana izlab ko'rsangiz, bundan ham qulayroq usullari bo'lishi mumkin. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va kanalimizga a'zo bo'ling.